Eng arzoni do'stlar 550 ming so'mdan boshlanmoqda. Hurmatli obunachilar, darvozalarimizni metr kvadrati. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, yaqinlar. Aliuz kanaliga, Muhammad Ali ukalar kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan ikkinchi videoyimiz. Oybek akam bilan birgalikda do'stlar, bir darvozalarni, yana narx-navolarni xalq uchun aksiyaga tushirib oldik. Assalomu alaykum. Oybek aka, qandaysiz? Charchab qolmayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Do'stlar, doimgidek bozordagi joyda ko'rib turibmiz Oybek akami. O'tkazib ham aytdik, sexlari bor. Shaxsan o'zlari do'stlar robotlarni yasaydi. O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatga do'stlar dastavka ustanovkalarini shaxsan o'zlari qilib beradi. Xohlang Qoraqalpog'iston, xohlang Toshkent, xohlang Vodiy, Namangan, Andijon, qizig'i yo'q. Qayerdan bo'lsa ham aloqachi qo'rasizlar, dastavka ustanovkasi mana shu kelishilgan summaning ichida bo'lyapti. Oybek aka, nima gaplar? Joningiz sog'mi? Yaxshi, rahmat, xudoga. Xalqimizga nima yangilik bor endi bu safar? Yangilik endi o'zi bitta ikkita yangilik qilamiz. Hop. Birinchi yangiligimiz darvozalarni oldindan razmerini aytib o'tib ketamiz. Ikkinchi yangiligimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka edi. O'zbekiston bo'ylab emas, SNG bo'ylab ham kelishaveramiz xudo xohlasa. Gap yo'q, qo'shni davlatlarga ham qilib beramiz, Ha, kelishilgan holatda. Rossiyami, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi, qizig'i yo'q. Qayerdan bo'lsa ham kelishilgan holatda yoki dastavkasini yoki borib ustanovka qilib berishini kelishamiz ekan bu yog'ini. To'g'rimi usta? Shunaqa. Bugun endi narx-navoda qanaqa yangilik? Qanchadan boshlayapsiz eng arzonni? Eng arzonni o'zingiz aytib o'tdingiz, 550 ming dedingiz. 550 mingdan boshladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, hozir o'zim kamera ortiga o'taman akalar. Mana sizlarga Oybek akam shaxsan o'zlari robotlarni, darvozalarni ko'rsatamiz. Ishonchli joy do'stlar, ishonchli akadan ishini ko'rsatamiz. Bo'lib ham birinchi videomiz emas, ikkinchi videomiz. To'g'rimi aka? Xudo xolasa aloqaga chiqishaversin. Javob. Xo'p, yetkazib berish muddati necha kunda yetkazib beryapmiz aka? Ustanovka qilib berishimiz. Hozirgi kunda shtampovka darvozalarimizni 20 kun atrofida o'rnatib beritganmiz. Hop. Lisli darvozalarimizni 1 oy. Gap yo'q. Oldindan zakat qanaqa bo'lyapti? Zakalatimiz hozirgi kunda imkoniyat darajasida yarmini, bo'lmasa qancha ko'p berishsa bizga o'shancha yaxshi, ishlar tezlashadi. Gap yo'q. Akalar, kamera ortiga o'zim o'taman, sizlar like bosib qo'yib, shu kunlarda ishonchli joydan darvoza qo'yaman deganlarga videomizni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Qarindosh urug'lar, do'stlar, jo'ralar gruppasiga albatta tashlab qo'ying, zeroki foydasi tegib, do'stlar ishonchli joyda topishib olsa. To'g'rimi aka? Xo'p, boshlardik endi. Sekin qaysi biridan ko'rsatamiz endi? Xo'p, birinchi razmerlarga to'xtalib o'tsa, hop, buni ina 460 ga, bo'yi 360 bo'ladi. Hop. Hop, endi bu pechat darvozamizni eni 2,5 bo'ladi, bo'yi 3 bo'ladi. Hop, ba'dagi darvozamiz eni 3,5, bo'yi 3,5. Qarang, bular tayyor razmer. Tayyor razmer. Bitgan, uyga tushib qolsa, olib borib o'rnatib beramiz. To'g'rimi? Bo'lmasa zakazga qilib beramiz xudo xohlasa. Yoki do'stlar, uylari katta yoki kichik bo'lsa, zakaz qilasizlar, uylarni razmeriga yasab beramiz. Lekin muhimi biz razmerni aytib ketyapmiz, tushib qolsa aloqaga chiqib qo'rasizlar, aka. Shunaqa aka. Hop, Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Gap yo'q. Xo'p, qanaqa necha qavatli shumkasi bormi, yo'qmi? Xo'p, bo'lmasa eng yaxshisidan boshlayveramiz. Hop. Yaxshisi deganda endi qalini, mustahkam bo'ladi. 2 qavatli bo'ladi, shumkalari bo'ladi, izolyatsiya hamma narsasi qilingan bo'ladi. Nerjivekali variantida, ko'rib turgan bo'lsangiz, high-tech fason bo'ladi darvozamiz. 2 qavatli, 2 lista bo'ladi. Buni tagi shveller bo'ladi, 12 li. Ikkita yoni brus bo'ladi. 12 ga 8. Shvellardagi bu ham qalin bo'ladi. Hamma tomonlama sifati zo'r. Mana ruchkalar bo'ladi, o'ch yopishga qulay bo'lish uchun. Ruchkalarda ham nerjavekasi bor ekanda. Ha, endi bir chiroyli qilib, gap yo'q. qo'yilgan buni ham o'ziga ko'rk berib turadi. Hop, necha pul metr kvadrati bor? Bu darvozamizni hozirgi kunda 1 metr kvadrati 1 million 300 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha bo'lgan. O'zi xuddi shu darvozamiz 1 million 450 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrati. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamiz bor. SNG ga kelishaveramiz. Gap yo'q. Do'stlar, aloqaga chiqib olasizlar. Keyingisi. Hop, keyingisiga o'tsa, bu shtampovka darvozamiz bo'ladi. Hop. Hop, bu ham nerjivekali variantda Dubai fason darvozamiz bo'ladi. Hop, bu darvozamizni bo'shidan narxini aytib o'tib ketaveraman. Yaxshi bo'lardi aka, hop. Hop, nerjivekali bo'lgancha eng arzon varianti 600 ming so'mdan boshlanadi. Ammo eng yaxshisini tavsiya beramiz biz klientlarimiz uchun. Ikki yoni tegi shvellarda bo'lsa, biri 3 lista bo'lsa, sifati yaxshi bo'lsa, hamda kraskasi Devo kraskada bo'lsa, 750 ming so'mdan chiqqan 1 kvadrati. Gap yo'q. Agar nerjivekasi yo'q bo'lsa-chi, necha pul qilib beramiz buni? Nerjivekasi yo'q bo'lsa, 50 ming so'm o'tib beramiz. Gap yo'q. Kvadratdan. Kvadratga 50 ming so'mdan minus. Aloqaga chiqib qo'rasizlar. Bu ham tayyor zakasi, tayyor razmer. Bu tayyor razmer 2,5 ga 3 bo'libdi. Gap yo'q. Zakazga ham yasab beraveramiz. Agar srocheniro bo'lsa ham kelishamiz, xudo xohlasa. Gap yo'q. Hop, endi bu yerda iPhone fason darvozamiz bo'ladi. 3,5 ga 3,5. Hop. Hop, bu darvozamizda hozirgi kunda ko'p zakazlar tushgan, O'zbekiston bo'ylab xalqqa yo'qib ketgan darvozalarimizda. Buni ham o'sha yaxshi variantini aytib o'tib ketaveramiz.
ikki yo'netdagi shivellarda biri 3 lista kraskalari yaxshisidan bo'lsa, o'ziga mos manaqa zamolarda bo'lsa, mana zamoylar do'stlar. zamolarni ham Original jigarlar mana, original yaxshi zamoylardan qo'yib berishyapti. Xo'p. shunaqa zamolarda hamda enerji ekalari ham vannasi bo'lmaydi. Bir mashina ko'rsatib ketdi. Ko'p joyda ko'rib bo'lib, balagi ozon ekan, ag'da qimmat ekan deyshadi. Uni pulga yarasha bo'ladi hamma narsa. Gap yo'q. Buni yana ham do'stlar chang mana, artsa bu yana ham ochiladi, to'g'rimi aka? Shunaqa ekan. Gap yo'q. Do'stlar, necha pulga beryapmiz buni? O bu darvozamiz ham mana bo'lsa 750 ming so'mdan. 750 ming so'm. Bu tepalarni kesilgan ekan lazerda, to'g'rimi aka? Alohida gulni lazer qildirib chiqamiz buni. Gap yo'q. Xohlasin kesib beramiz, ochib. Skvazno yo'q turadi. Xohlasin turaveradi, yopiq. Shunaqa. Gap yo'q. Bunaqasiga ham kelishaveramiz. Hop, bu chi endi aka? Hop, bu darvozamiz ham bu garaj darvozamiz bo'ladi. Garaj. Hop, radiator fason. Hozirgi kunda bu ham xalqqa yo'qib ketgan darvozalarimizdan. Nechiga bu? Hop, buni razmeri 2,5 ga 220. Gap yo'q. Endi 2,5. Bu 220 bo'ladi. Hop. Garaj bo'lgani uchun materialni je unaqa yaxshisidan ishlatilmagan, uni yaxshisidan qilib beramiz. Uni ham kelishilgan holatda. Hop, buni tegi shivellarda bo'lgan. 2 yo'ni 10 ga 8 da bo'lgan. Hop. Tepasi 10 ga 5. Listimiz nechi qalinligi? Bu 1-2 da bo'lgan. Do'stlar, 1-2 lista. Endi shtampovka listi ham bitta haqida anaqa ma'lumot aytib o'tib ketaman. Hop. 09 dan boshlab 1-3 gacha bo'ladi. Biz asosan 1-2, 1-3 ishlatamiz. Nimaga desangiz, kraska yaxshi tushadi, sifati yaxshi bo'ladi. 09 ishlatmaysizlar ekan-da aka? Pashti 09 ishlatmaymiz. o'ta parash material, to'g'rimi? Yubqa bo'lib ketadi unda. Yubqa ham bo'lib ketadi, keyin kraskani quyib yuborish ehtimoli ko'p bo'ladi. Gap Sifati yo'q. yaxshi bo'lsa, bizga orqasidan zakaz kelsa, biz o'shanda xursand bo'lamiz. Qanchaga beramiz buni? Buni 1 kvadratni 650 ming so'mdan qilib beradi. 650 ming so'mdan do'stlar, bemalol aloqa chiqarasizlar. Uylarga tushib qolsa ham mashina olib borib o'rnatib ham beramiz aka. Mana shu tayyor zakazlarimiz tushib qolsa, necha kunda olib borib o'rnatib beramiz uyiga, razmeri tushib qolsa? Xo'p, vodiy ichiga 3 kunda. 3 kunda. Uzog'i. Agar O'zbekiston bo'ylab bo'lsa, 1 hafta 10 kun ichida. Gap yo'q, do'stlar. Biz davom etamiz aka. Biz davom etamiz. Hop, davom etyapmiz. Xo'p, bu darvozamiz ham hozirgi kunda O'zbekiston xalqiga birdan yo'qib ketgan darvozamiz bo'ladi. Eng asosiy o'zi sotuvda eng lider bo'lib turgani bo'ladi. Bunga ham o'zingiz bir obzorni qilib bering, keyin tushuntirib o'taman. Do'stlar, mana bir ko'ringlarda. Haqiqatan ham bu chiroyli fason ekan, anchagina skromniy. Ammo rangi ham moloshniymi? Endi oqa bu, Ha, moloshniyy bo'ladi. Kraskasi ham o'shanga yarasha yaxshisidan sepiladi. O'q bo'lgani uchun boshqa darvozalarga qaraganda ham Yaroslavskiy, ya'ni rossiyskiy kraska sepiladi bu darvozamizga. Gap yo'q. Sifati yaxshisidan bo'ladi. Yaqindan ko'rsatyapman akalar, bitta ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, anchagina xushbichim ekan bu ham. Xo'p. Xo'p, endi darvozamizni materialiga to'xtalib o'tsa, buni hozirgi kunda eng qalin materialda qilib yurtganmiz. Pashti hamma klientlarimizga 2 yo'ni tegi shivellarda 10 shiveller bo'ladi. Biri 3 lista. Xo'p, shunaqa zamonlarda bo'libdi, o'ziga mo'sidan. Xo'p, mana qa tumbalari ham qalindan bo'ladi, mana. O'zi ham chiqmaydi. Xo'p, Yaroslavskiy, rossiyskiy kraskalarda bo'lgan. Xo'p, hozirgi kunda buni 1 metr kvadratda 750 ming so'mdan 800 ming so'mgacha bo'ladi. Listi necha dedingiz buni listini? 1-3 bo'ladi. 1-3. Boshqa darvozalarga qaraganda kraskasi yaxshisidan bo'ladi. Yaxshisi qalin sepilgan ekan bu. Qalin sepilgan ham bo'ladi, keyin rossiyskiy bo'ladi. Gap yo'q, akalar mana aloqa chiqarasan. Qanchaga beryapsiz buni oqni? 750 ming so'mdan 800 ming so'mgacha. 750 mingdan beryapsiz, to'g'rimi? Gap yo'q. Razmerini qaytarib qo'ying bitta. Hop, buni razmeri 3,5 ga 3,5 bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar, mana uylarga chiqsa, aloqa chiqarasan 3,5 ga 3,5. Gap yo'q, Oybekka davom etyapmiz endi. Bular bir boshqacha fason ekan bu ham, skromniy. Bu 3D fasonimiz bo'ladi. Bag'da taroq fasonimiz. Ikkita darvozamizni ketma-ket obzorni qilib o'tamiz. Bu 3D. 3D fason. 3D fason, bu bo'lsa taroq fason, to'g'rimi? Taroq fason bo'ladi. Qaysi biridan boshlaymiz? Bunisidan boshlayveramiz. Hop, qani. Hop, bu darvozamiz hozirgi momentda 2 qavatliga bo'ladi. Hop, 2 yo'ni tegi shivellarda bo'ladi. Beti brusda bo'ladi. Brusi ham qalin bo'ladi. Bir o'zingiz ham ko'rsatib o'ting. Xo'p, mana dillalarga bir e'tibor berib qo'ysin. Egilgan holatda bo'ladi. Iste'molda egdirib chiqiladi bilan. Pastiga ham bir nima ko'rsatib o'tsangiz, suv ushamaydi o'zida. Zanglash ehtimoli kam bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar. Bu endi zamoylari qanaqa zamoy bo'ldi endi bular? Bu Zuber zamo bo'ladi, turetskiy. Eng original ekanda, 5 yil garantiyasi bo'ladi, uzun zamo. Darvozani o'ziga qancha beramiz garantiya? Hop, darvozani zerikkincha beramizmi aka? Yo'q, biz garantiya berishimiz ham shart emas. Sifatini qo'ldan kelgancha savoblarni qilib, ancha yil xizmat qiladigan qilib beramiz. Kamida 10 yil, 15 yilga qiltitmaydi darvozani. Gap yo'q akalar. Xudo xolasa ishlatishga bog'liq, avvalo aka. Shunaqa.
usti ochiq joyi yaxshi qolmasa, bo'lsa, qarab turishsa, tosh bilan Xudo urib xohlasa. teshmasangiz, usti ochiq qolmasa, o't yoqib olmasangiz ustiga, bular umr boqiy turaveradi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Bir qavatli lisi darvozalar umrining oxirigacha xizmat beradigan odamlarga, to'g'rimi aka? Bular endi yo'q. Qalinlari Bir bular. asr, ikki asrga xizmat qilaveradi, xudo xohlasa. Yaxshilab qaralsa. Gap yo'q, o'ziga tutishiga bog'liq. Shunaqa. Gap yo'q, xo'p, davom etyapmiz. Buni aka. material haqida bitta tushuntirib o'tsam, Hop. 1.8 lista bo'ladi, 2 qavatli, shum izolyatsiya qilingan Aha, bo'ladi. 2 qavatliga bu. Hop. Hop. Magnetiga ham mana zazorlar ko'rinmasligi uchun shunaqa qilib yopib qo'yilgan. Ko'pchilik 2 ga 1 ishlatadi, ammo bizda 4 ga 2. Ha. Nimaga desangiz, hamma tomonlama klientga bagatiy ko'rinsin hamda chiroyli chiqsin degan maqsadda qo'ldan kelgan sababini qilib qo'ydik. Eng zo'ri do'stlar, suv turmasa kerak. Mana yomg'ir, qor yog'sa do'stlar, bu yerdan oqib tushib ketadi, suv to'planib qolmaydi. Bu degani chirib ketmaydi. Aka. Shunaqa. Agar klientlarga darvozalarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverishadi. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkasi tekin. Narxini kelishaveramiz. Hop, yangilik qilib yuboraylik mashinaga. Shu ikkita darvozamizga aksiya qilib yuboramiz. 50 obunachilar uchun. 100 ming so'mdan kvadratiga. Yashi 100 ming so'mdan arzoniga. Ha, 100 ming so'mdan 50 obunachilar uchun skidka mana ikkita darvozamiz uchun. Eski narxi necha puldan? Hop, bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1,5 million so'mdan bo'lgan. Hop. Bu darvozamiz 1 qavatligi bor, 2 qavatligi bor. 1 qavatligi 1 million 150 ming so'mdan bo'lgan. 1 million 50 ming so'mdan bo'ladi skidkada. Gap yo'q. Hop, 2 qavatligi 1 million 250 ming, 1 million 300 ming bo'lgan. O'ttancha narxi. Bunisini qancha qilib beryapsiz shunda minus 100 ming? Hop, 1 million 400 ming so'mdan bo'libdi o'zi. 1 million 400 ming so'mdan bunisini qilib beryapsiz. 1 million. Razmerini aytib qo'ying. Hop, bu darvozamizning razmeri hop 380 ga ini bo'ladi. Bo'yi 370. Gap yo'q, akalar, mana aloqa chiqib olasizlar. Keyingisi. Hop, bu darvozamiz Taroqoson darvozamiz bo'ladi. Narxini bo'shida aytib ketaveramizmi? Yaxshi bo'lardi, qani bir odamlarga bo'lmasa bir qavatligini hozirgi kunda 1 million 150 ming so'm, 1 million 200 ming so'mdan qilganmiz. Hop, hop. Sizni obunachilaringiz uchun 100 ming so'm skidkasi bor. 100 ming so'm skidka. 1 million 100 ming so'm, 1 million 50 ming so'mdan bo'libdi 1 kvadrati. Mana akalar. 2 qavatliligi buni hop 1 million 250 ming, 1 million 300 ming bo'lgan. Siz obunachilaringiz uchun 1 million 200 ming, 1 million 150 ming so'mdan tushdi. 1 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. 2 qavatligi. 2 qavatlisini akalar, mana. Shum izolyatsiya qilingan. Shumkasigacha bor, ha. Sifatini bitta ko'rsatib qo'ying mana. Akalar, umuman ovozi ham chiqmayapti. chiqmaydi. Gap yo'q. Nerga darvozaga aytganimdek 2 ga 1 emas, 4 ga 2, ruchkalari, nerjiveykalari, zubya zamolari 5 yil garantiya bo'ladi zamon o'ziga. Kraskasi ham Devo kraskada, hamma tomonlama sababini qilib, ancha yillar xizmat qilish uchun cho'tkilab, mushni qilib bitkazib beramiz. Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan ko'rakalar bordi. Endi biz Oybek aka telefon qilsa, aka bank orqali to'lov qilib bersam yoki kartingizni klik qilib bersam bo'ladimi? Boshlang'ich to'lovsini uyga borib bitkazganingizdan keyin qolgan hamma summasini deganlarga nima deymiz endi aka? Xo'p, hamma yo'lga yuraveramiz, kelishuv qilaveramiz, qo'ldan kelgancha klientlarga qanaqa tomonlama o'ng bo'lsa, o'sha yo'lga yuraveramiz. Gap yo'q akalar. Bemalol aloqa chiqarsa olasizlar. Pasportiga bankka do'stlar to'lovini nima qilib olinglar, jo'natilib olasizlar, kartasi klik qilib berasizlar. Shunaqa. Gap yo'q. Kelishaveramiz abi. Ko'rsatamiz yana aka, davom etamiz, ha? Keyin davom etyapmiz endi Oybek aka. Xo'p, videoni boshida 550 ming so'mdan deb qo'ydik endi. Unga ham darvozani ko'rsatib ketamiz. Shu darvozamizni vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 550 ming so'mdan qilib beraman. Gap yo'q. Xo'p, buni materialini aytib ketaveraylik. Boshida narxini aytib ketdik. Ikki yoni tagi o'ngga 5 profilda bo'ladi. Mana akalar ko'rib qo'yinglarchi. Yaqin qilib ko'rsatyapman. O'ngga 5 profil deyapsiz buni? Ha, o'ngga 5 profilda bo'ladi. Listi 09 bo'ladi o'ma. 09 lista. Ha, kraskasi lekin Devo kraska o'sha yaxshisidan silib beramiz. Zamonlari ham o'ziga mosdan qo'yib beramiz. Mana. Akalar aytib o'tgan darvozamiz mana shu. Sizlarga videomizni boshida aytdi Oybek akam. Cho'ntak bopida mana sharoiti arzonroq yetadiganlar so'rayotganlar bormi? Sharoitiga moslab arzondan bor aka deganda mana do'stlar 550 ming so'mdan. Xohlang buni oqini zakasiz, to'g'rimi? Oq qilib berasiz, qizil, qora, yashil qizig'i yo'qmi rangini? Yo'q rangi. Xohlagan rangini qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Buni endi sifati yaxshiroq, ya'ni material qalinroq variantini ham aytib o'tib ketadi. 1-3 lista, 2 yoni, tegi, 10 shivellarda. Hop, hamma tomonlama yaxshisi bo'lsin deyishsa klientlar. Bu ham xizmatni qiladi, qilmaydi emas. Endi qattiqroq bo'lsin, baquvvatroq bo'lsin degan klientlar uchun unaqa varianti 750 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat. O'zbekiston bo'ylab dastavka. Xolasi 750 ming so'mligi ham bor. Bor. Gap yo'q akalar. Bemalol aloqa chiqarsa, razmerini aytib qo'ying buni ham. Buni razmeri hop 2,5 ga
320 bo'ladi bu. Gap yo'q. Bu ham tayyor sotuvda, to'g'rimi? Sotuvda bor bu ham. Gap yo'q. Xo'p, endi Oybek aka buni razmeri necha aka? Buni razmeri tushib qoladiganlar uchun Hop, eni 3 bo'ladi, bo'yi 3,5. gap yo'q. Tushib qolsa shuni ham o'rnatib beraveramiz. Uyga tushib qolsa bo'ldi. Olib borib qo'yib beramiz. Shunaqa. Gap yo'q. Nihoyat Dubay fasonga ham navbat keldi aka. Shunaqasidan endi bo'lsin. Ko'pchilik so'rashdi oldingi videoda ham Dubay Aha. fasonda yana qilaylik deb. Buni ikki xil varianti bor. Hop, bu yerda sal boshqacharoq varianti bor. Aq tarafda uni ham ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, Dubay fasondan bitta ko'rlar, jigarlar. Nechiga necha buni razmeri? Avval aytib qo'ying razmeri. Buni razmeri 3,5 ga 3,5 bo'ladi. Hop. Tushib qoladiganlar uchun qo'yib beraveramiz. Aha. Listlari nechi? Biri 3 lista bo'ladi. Aha. Ikki yoni tegi shvellarda bo'ladi. Bu ham 10 shvellarda. Shvellar Aha. qalin bo'ladi, baquvvatidan. Hop. Nerjivekali varianti. Nerjivekalariga ham e'tibor bersangiz, yaxshisidan qo'yilgan bo'ladi. Do'stlar, nerjevikalari ham mana ko'zgu, o'zingiz ko'rsatadi borsangiz. Shunaqa. Ruchkalari mana bu tomonda do'stlar. O'ziga mo'shidan qo'yib qo'yiladi. O'ylarchi. Hop. Hop. Ruchkalari ham bo'ladi. Aha. Bundan oldingilarda 4 ga 4 bo'lsa, bunga 5 ga 3 qilib qo'yganmiz. Gap yo'q. Xo'p, Nisbatan narxi. bagatiyroq chiqadi. Buni narxi o'sha bu yerda isbati yaxshi turibdi. Xuddi shunaqasi 750 ming so'mdan chiqqan. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor bunga. Gap yo'q akalar. Hop. Bu Dubay fasonimizni sal boshqacharoq varianti. Ko'rib turgan Aha. bo'lsangiz, rangi ikki xil bo'ladi bu listda. Bunisi ham o'ziga yarasha chiroyli bo'ladi. Buni ham obzorni ko'rsangiz, Do'stlar, mana. materiallarga yana bir Bitta to'xtalib o'tamiz. yaqin bor ko'rsatib qo'yay bularni. Ha. Gapiravering aka ma'lumotini sekin. Xo'p, buni ma'lumoti tegish vellarda bo'lgan. Aha. Yo'ni brusli varianti buni, qalinroq. Xo'p, biri 3 lista bo'lgan. Hop. O'sha ruchkalari hamma tomonlama nerjiv ekanligi. Mana akalar. O'sha buni ham isbati yaxshisi bo'lgan. Buni razmerini aytib o'tib ketmadi endi. Buni razmeri 340 ga 360 bo'lgan bu. Gap yo'q. 340 360 ha bu. Bu ozgina uzunroq bo'lgan. Gap yo'q akalar. Uylarga tushib qolsa, bunga ham aloqa chiqaverasizlar. Narxi buni aka? Hop, buni narxidan oldin, mana shu tepasidagi tarixini ham bir to'xtalib o'taylik. Hop, hop. Bundan oldingisi o'chug'ida, buniki yopiq. Aha. Endi kimga qanaqa, kimga qaysi biri yo'qsa o'shandan qilib beraveramiz kelishgan holat. Mana ham yopiq ekan, ham nerjevikasi bor ekan, usta. Shunaqa. Aha. Hop, endi buni narxiga to'xtalib o'tsa, 1 kvadrat metri buniki 750 ming so'mdan 800 ming so'mgacha chiqgan. O'sha hozirgi shu darvozamiz 750 ming so'mdan chiqadi. Gap yo'q, do'stlar. Sal qalinrog'i, sifat yaxshirog'i deysa, uni 800 ming so'mdan qilib bergan. List nechiligida bunisini? 1.3 list farq qilmaydi, Aha. ammo shvellarda farq qiladi. Ha, do'stlar, 1.3 listda ko'rib ko'rasizlar mana sifatlarini ham akalar. Gap yo'q. Bu ham Bir qalin qavatli bo'ladi. darvozalarimiz. Oybek aka, endi qanaqa fason bo'ldi endi bu aka? Endi bunisi diplomat fason bo'ladi-da. Gap yo'q, aha. Skromnisidan. Aha. Xo'p, menga yoqadigan fason bo'ladi bu. Hop, bu ruchkalari ham neobычный ekan, ha? Ochib yopadigan qarang. Yonboshchasiga tushgan ekan. Aha. Xo'p, bu darvozamiz nimaga menga yoqadi? O'sha sabablarni aytib o'tib ketay. Hop. Kandizlarga bir e'tibor bering, suv ushamaydi o'zida. Ha, mana. Sifati yaxshisidan qilingan. Do'stlar, umuman suv turmaydi ekan-da aka. Shunaqasidan qilingan. 2 qavatli bo'ladi. Bu 1.8 emas, 2 lista bo'lgani. Hop. O'zi ham chiqmaydi. Shuni Aha. yoqqanlarda ham dum qiladi. Gap yo'q. Do'stlar, yonboshlarini, shivilillarini bitta ko'rib qo'yinglar buni. Shvellari ham Nechi kunchi shivillar? 10 shvellar. 10 deyapsiz, ancha baquvvat ekanda bu aka. Yo'g'onda. O'zi shvellar o'zi baquvvat bo'ladi. Ko'p klientlarimizga 10 12 qilib beramiz. Aha. Endi u ham ransa qiladi narxida. Gap yo'q, do'stlar. Kelishilgan holatda qilib beraveradi. Nechi bu razmeri? Buni razmeri 360 eni bo'libdi, Hop. bo'yi 370. Gap yo'q, do'stlar, mana sifatni ham bitta ko'rib qo'yasizlar, listlari ham qalin. Nechi pul qo'ramiz endi buni aka? Aksiya bo'lsa bo'lsin, arzonroq ayting endi buni ham. Bunga ham 100 ming aksiya qo'raylik Aha. klientlaringiz uchun. O'zini eski narxidan 100 ming aksiya. Eski narxida 100 ming aksiya. Hop. 1 million 600 ming so'm aytilayotgan. Aha. Sizni o'sha klientlaringiz uchun Hop. mayli bo'lsin 100 ming so'm o'sha o'tib beramiz. 1,5 million so'mdan ana. 1,5 million so'mdan ketdi aka bu ham, ha? Zakasimiz bor, 12 ta viloyatga dastavkamiz ham bor yani. Gap yo'q, do'stlar, 1 million 500 ming so'mdan 12 ta viloyatga bemalol aloqaga chiqaverasiz. Mana diplomat fasonimiz ham ketdi do'stlar bugungi aksiyada. Esenga bo'ylab ham kelishaveramiz. Bu fasonlar asosan o'sha Aha. Qirg'iziston, Qozog'istonga yoqadi. Kelishilgan holatda egan bir qo'yib beramiz xudo xohlasa. Gap yo'q. Tojikiston, Turkmaniston kelishaveramiz. O bo'lmasa bir darvozamiz o'zini ko'rsatavering. Yoqqanlarga xudo xohlasa Do'stlar, mana. kelishaveramiz hamma tomonlama. Bu ham yangilik, o'tgan safar ko'rsatmagandi aka bundan, ha? Yo'q, bundan hali video olmagan o'g'lim. Bundan olmagandi aka-da, mana bu ishimiz ham yangilik bo'lyapti. Tayyor qilib yasab qo'yishgan do'stlar. Uylarga tushib qolsa, razmerlarini aytib o'tdik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.
2 qavatlimi bu? 2 qavatli bo'lib turadi. 2 qavatli. Gap yo'q. Xudo xolasa o'sha mo'shnisini xizmatini qiladigan. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, yaqinlar obyektga kattakon rahmat aka sizga ham ma'lumotlar uchun. Do'stlar, nima deyman endi mana ishonchli joyda obyekt bilan ko'rsatdim ishlarni. Telefon raqamlari pastda aloqaga chiqib olasizlar. 12 viloyat bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastavka usturovkamizni qilib beryapti. Mana bugun do'stlar Alius kanal uchun aytilayotgan narx-navodan 3-4 ta fasonimizni 100 ming so'm kamiga qilib yuboryapti. Eski narxi mana 1 million 300 ming bo'lsa 1 million 200 ming qilib yubordi, 1 million bo'lsa 900 ming qilib yubordi, 1 million 600, 1,5 million so'm narx qilib yuboryapti. Mana nechta bir 10 ta fason ko'rsatdingmi aka? Hop, 10 ta ko'rsatdim menimcha. Ko'rsatdik-a, o'zi nechta fasoningiz bor? 100 ta bormi? Ko'p, xudo xolasa. Juda ko'p. Ha, katalogimiz ko'p. Xudo xolasa bizga murojaat qilishsa, yoqadiganini topamiz. Agar siz pastdagi telefon raqamlariga Telegramda yo WhatsAppda yozsangiz, mahallangizda sizga yoqqan narozan rasm bormi, qo'shni qishloqda sizga yoqqan narozan rasm bormi, yo internetda topib qo'yganmiz sizlar bo'yi rasmda aka. Uni ham hal Shunga qilaylik. tashing akamga, xuddi tashi fasonni yasab beradi. Xudo xolasa narxlarni aytib o'tibdi. Shu narxga yarasha sifati bo'ladi. Hamda garantiyali darvozalarimiz bo'ladi. Gap yo'q. Akalar sog' bo'lasizlar. Alius kanalidan maxsus bemalol aloqa chiqib olasizlarda, sizlar uchun aksiyalarimiz, bonuslarimiz ham bor.